Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Yangi O'zbekistonni qurishda bosqichma-bosqich rivojlanish strategiyasi amalga oshirilayotganligi har jabhada o'zini oqlamoqda. Bu bugungi hayotimizda ham o'z aksini topmoqda. Shu bilan birga ma'naviyat sohasida ham o'ziga xos islohotlarni amalga oshirish bugungi davrning muhim talabi ekanligini barchamiz tushunib yetmoqdamiz. Bugun hurmatli prezidentimizning jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi albatta ma'naviyatdir degan so'zlari buni isbotlab turibdi. Aytish joizki, tumanimizda ham bugun ma'naviyat olamida yangi davr, yangi kun boshlandi. 2025-yilning 12 oyi davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi TQ50-40 sonli qarori Tuman ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2025-yil 30-yanvardagi 131 sonli bayoni hamda ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2025-yilda ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy ishlar samaradorligini yanada oshirish, ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, barqarorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarni muvofiqlashtirishga mo'ljallangan yo'l xaritasi ijrosi asosida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Tuman ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2025-yil 30-yanvardagi 01/131 sonli bayoni ijrosiga asosan 29 ta tashkilot bilan 2025-yilda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik yo'l xaritalari imzolandi. Mazkur hamkorlik yo'l xaritalariga muvofiq 2025-yildagi ma'naviy ma'rifiy ishlarning 30 ta tashkilotda samaradorligi, amalga oshirilgan ishlar holati o'rganilib, tahliliy, tanqidiy ma'lumotlar tuman ma'naviyat va ma'rifat kengashiga axborot sifatida kiritib borildi. Kengash rejasi ijrosiga muvofiq tumanda 4 marotaba tuman ma'naviyat va ma'rifat kengashi a'zolari ishtirokida ma'naviyat kengashlari o'tkazildi. Shu bilan birgalikda Jondor tumanida ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator muhim tadbirlar o'tkazildi. Mazkur tadbirlar atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot ila davlat dasturini targ'ib etish, yangi mafkuraviy ustuvor yo'nalishlar, yangi milliy ruhiyatni shakllantirish, jamiyat birdamligini ta'minlash, davlatning xalqchiligini mustahkamlash, mintaqaviy yakdillikka erishish loyihalari hamda O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir, mahalla tinchlik va osoyishtalik poydevori, ahillik va hamjihatlik, ma'rifat va tarbiya qo'rg'onidir. Ajdodlarimiz merosi ma'naviyatimiz xazinasi, kitob ma'naviyat sarchashmasi, yangi O'zbekiston kelajagini yoshlar bilan birga quramiz. Ma'rifat karvoni, ma'rifat ulashib, ma'rifatli oila, farovon oila sari, bo'yjonim o'gitlari, zakovat, jaholatga qarshi ma'rifat, 3 avlod uchrashuvlari, korrupsiya taraqqiyot kushandasi, bir asrning 2 dahosi, yosh kitobxon, Zulfiya xonim qizlari, oila obod bo'lsa mamlakat obod bo'ladi. Oilaviy ajrimlar jamiyatning tanazzuli, ayollar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish, milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining asosi, bir zamin va bir vatan farzandlarimiz, mehr, muruvvat va saxovat loyihalari, O'zbek tili milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, muqaddasdir vatan bayrog'i kabi turkum mavzularda 360 dan ortiq tadbirlar o'tkazildi. Mazkur tadbirlarning 180 dan ortig'i ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, 21 ta festival, 60 ta ijodiy uchrashuvlar va kechalar, 59 ta kitobxonlik aksiyalari va yarmarkalari, saxovat va muruvvat tadbirlari, aholi o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan profilaktik suhbatlar, shuningdek turli ko'rik tanlovlar tashkil etildi. Tadbirlarda aynan aholining yoshlar qatlami, aholi vakillari, xotin-qizlar va turli aholi qatlamlari qamrab olinib, 131.845 nafardan ortiq aholi qatlamlari tadbirlarda ishtirok etishi tashkil etildi.
Shuningdek, mazkur tadbirlar jarayonida media mahsulotlar orqali ma'naviy ma'rifiy tarbiyani yanada kuchaytirishga qaratilgan ishlar amalga oshirildi. Ma'naviy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlarni mazmun mohiyatini aholiga, ayniqsa yoshlarga tushuntirish, aholi o'rtasida ijtimoiy, ma'naviy, diniy, ma'rifiy muhitni yaxshilash, milliy qadriyatlar, ma'naviy axloqiy fazilatlarni keng targ'ib qilishga qaratilgan targ'ibot vositalari, milliy kontentlar tuman kanallariga joylashtirib borildi. Shuningdek, jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi asosida jamiyatda uzluksiz ma'naviy ma'rifiy tarbiya va targ'ibot ishlarini tashkil etishning ta'sirchan, kreativ, innovatsion uslublari orqali targ'ib etish vositalari bo'yicha vazifalar belgilab olinib, mazkur vazifalar yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.